Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Ish jarayoni davom etmoqda. Faqat ustaxonamiz boshqa xonaga ko'chdi, shuning uchun video ololmay qoldim. Mana bu yerda ish jarayoni ketyapti. Ustaxonamizni alohida qildik. Batareykani tuzishni ham davom ettiryapmiz shu o'rinda. Mana Beg'amjon ukamiz ish jarayoni turibdi. Hozir bu yerda nimalarga batareyka tuzilyapti? Hozir bu yerda mijozimiz tomonidan maketa original yaponskiy shturpoyor unikolli 270 Newton kuchliga nikel kadmiyli. Bu bilasizlar, xitoylar akkumulyator bilan imенно shug'ullanadigan akalarimiz o'zlari yaxshi bilishadi. Buni umuman topish o'z iloji yo'q. Chiqmay ketgan bu akkumulyator nikel kadmiy. Buni joyiga biz yangi avlod litiyon 18650 markadagi 26 Demich firmasidan akkumulyator yangi taxlab beryapmiz. Ichida 3 ta bo'ladi, bunda ko'proq. Lekin bemalol mana shuni kuchida ishlab bera oladi. Xullas, akkumulyatorga BMSlar mana bunaqa 360 amperlik pikovoy mощность balanddan qo'yib beryapti. Shu qo'yilga bemalol dosh beradi. 40 qo'yganimiz ham bo'lardi, 40 tugagan. Xo'p, ish sifatini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. O'sha yerda misol uchun egasi bilan kelishilgandan keyin o'sha vaqt o'zida yig'ib beriladi. Agar egasi kutib tursa, bo'lmasa tashab ketadi, oldindan to'lab olinadi. Bitta narsani aytib o'tishim juda ham o'rinli. Bu yerda yangi akkumulyatorlarni ma'lumot uchun yangi o'rganayotgan shogirdlar uchun buni yangi akkumulyatorni mana bunaqa payatlik bilan payat qilishni tavsiya qilmayman. Endi bu oxirgi variantda nima desam ekan, hech qanday boshqa to'chini svarkani iloji bo'lmagan holda payatlik bilan foydalanish kerak. Yoki bo'lmasam akkumulyatorlar remontga kelgan vaqtda mana bunday to'chini svarka bo'lganlari bo'ladi o'zining zavodga. O'shani nikeliga payvatlashni maqsad qilib beraman. Chunki akkumulyatorda ichki qarshiligi degan narsa bor. Buni qizdirish mumkin emas. Agar qizdirsangiz payatlayotgan jarayonda bu qiziydi. Qizigandan keyin ichidagi akkumulyatorda tarkibidagi materiallarga ta'siri bor. Mana jarayonni ko'rdingiz. Undan tashqari ukamiz mana bunday. Undan tashqari mana elektroskuterlarga bilan ishlaydigan ba'zi instrumentlarga mana batareykalar tuzadi. Mana o'zining maxsus ish stoli bor. Buyurtma berishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiraman. Istalgan turdagi